Bizdeki Abide Kültür Kültür programımızdaki yine yandaki təsirat sahnamızda riyasetçilik vatkan özü ait bodek, bek umak piçandın kelgen bizden bir inimiz var Dilşatcan dep. Bu inimiz bana hazır yan sahne kep dep kaldı. Aka, şu Abide Kültür Kültür programımızda bana şunda hürmet sazavur ustazlarımız ki bağ vaxtıda neme bir numur köstüp, şu ustazlarının bir teklif fikirligi erişip algan bolsam dep talep qilib qoldi ustozlar. Agar mumkin bo'lsa shu inimizni taklif qilsam bo'larmi ekan? Qani unda qolsa qizg'in olqish chavaklarimiz bilan sahnamizga Dilshodjonni taklif qilamiz. Qani bo'dak, sahnaga marhamat. Yaxshimsizlar barcha ustozlar, korxonchi do'stlar, hammangizlarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Endi bu yerda menga qarab tursangizlar, amal yo'q, ammo samir ketib qolibdi, mencha boshqa ish yo'q menda. Cho'ng o'zgarishim yo'q menda-chu. Kichigimdan boshlang samir qilib boshlang bu qoldim. Men pichondan keldim, meni shu o'ydikilar Dilshod Jabbor deb chaqirdi. Meniki shu o'zimni qo'lg'uchilar bo'lsa Rajab Shapka dedi. Endi Qashqa qo'tamda meni Matvoqa deyapti. Endi o'zimni yo'g'on bo'lganki 3 ism menga tushdi ekan. Mayli dedim-ku endi. Qanaq, bo'ptimi? Seni bo'lganki chataq yo'q-ku. Endi shu yilqi semizligim endi burun o'riq dedim. Manaqli bir bol dedim. Turib bir yiqilib ketmiş çibağın üstünde oturuvadımmı? Bana küpüş kaldım-ku. Hazır endi bununla bir amal yo'q-ku. Əbəykəmdə bir naqşı var, semizlikdən fəxrlənəmsən sən, semizlikdən fəxrlənəmən mən degan naqşını özümə obraz əkel qıldım hazır. Şu naqşını. Amma şu o'riqlayama yaman jabatat ketdim. Hazır şu xalqların orasida bir gap bo'lsa, hazır Dilshod yiqilib ketibdi demaydi ekan meni. Dilshod gümürlüb tushibdi dedi ekan. Semizligim bo'shaqgandan keyin o'ydikilarni turib bir ichib push qoldi menga. Men kichik vaqtimda meni büyük chiqmabdi ekan do'qcho. Qo'lavaro qol bilaydi ekan meni. Gurjak bilan akiltibdi. Şunun o'ydikilarni bir ichib pushib, endi buni bir o'riqlasa qoladi deb bir doktorga apadi meni. Otam doktorga apadi. Doktorga apirib, doktor meni ko'rib, bir menga, bir otamga qaradi. Doktor masha qarab o'tib, bununla amal yo'q-ku, bu 4 avlod irsiyatga dedi. Otam bizimizcha ona qilgan bilan. Ikkimiz o'xshashganki amal yo'q-ku. Şunun otam meni ig'irligimni bir bilpaqmoqchi bo'ldi. Zada qancha kilo chiqdi deb. Men odatda jinga intayin o'sh. Mush doktor xollan oldidan o'ssam, jinni ko'rsam, yağanda şunun qarmay o'tkitdim aldım qarab. Tushib boqamsa dedi, lekin uningga tushmoq shunda bir ig'ir keldi-chu. Bir kun o'y yasam otam tilf uribdi. Sen öydümü deb. Men uyda ata, men hozir borma, pas tushdi deb. Adab pas tushdim. Maşinga tushdi, udul go'ban qilmangdi. Bu xona qo'ygat ata desam, meningdan burun otam berib, mashina quruq vaqtini jingiltib, keyindan meni sap berib, men ig'irligimni chiqirib olibdi. Ammo semiz o'g'anki xizmat qilib chiqmaydi ekan-chu oson yerlarda. Xizmat yo'q. Haldas ayşıgan bir bopiçanga bovan qo'gan shuli ish, boshqa ish yo'q ekan. Shuning bir kapta sodas qilib baqsam bo'g'dayakmish. Kuchoqda kapta ozanka deb kuchoqqa tulf urdim. Kuchoqqa tulf uribmish bir kaptani so'ray deb tulfini urdim. Tulfini oldi. Voy, teshmi deb. Men pichondan sizga tulf uryapmanmish, kapta bordim desam. Ha, kapta bor. Sizga qo'noq kapta lozim deb. Kaptan tiriklar qancha bo'tdi desam, kaptaning tiriklari 48 ga qo'yibdi deb. Ülükleri çoğaltsam, ülükleri 46 köy vattı deb. Ama men qiziq tursam, o'zi ül qolganlar qancha vattı desam, telefonni qo'yib vatdı. Shuning shu ishlar bo'ldi. U ishim Ahmedi. O'ydikilar meni kinishga avasang amamda banaq yurib ketgandan, ham sho'purlik avasang ishimiz to'chaylik mashina bilan hep uzum tessangmi hisob deb shuning sho'purlik uygun qoldim. Endi mush birinchi tur intamda meni savodim tuzuk yo'q dema. İsmim nima? Ben 10 sınıf chiqqan vaqtda bütün yazdan bo'lgan tursam, shundaq japa, menga ism yozishim, rasm sizgandek sizgan dedim ismimni. Shundaq japalar orqali birinchi turga qatnashdim, birinchi qitim imtihon berib o'tamadim. Ikkinchi qitim shunga otam ketib berib, "Ma nima chiroq?" dedi. Qarsam, yeshilmi yonda, qizilmi yonda. O seriqlar men o'rinni ko'rib boqmasa bu seriq miyilib yuruydi ya. Shu bu seriq nima chiroq deb. Bu seriq otam shu jiddiyoq mansaq menga bergan chiroq o'xshaymas bu desam. Mishallaringdan intam ketib bormas, sen ola bo'ldal deb mashina dev to'qib keyinga qarab yondiq. Yenib shuni ola ma'lum tulfuribdi. Sen kamidinga intamga sen o'rin quruq qoldi deb. Otamning tuyuqsiz mijoz yo'q. Men otam qaravatmali dedim. Otam mana qardi shunaqa ba'midim. Birinchi turdan 4 qitim berib shundaq tasdi o'tdim. Keyinidan ikkinchi tur keldim. Bu ikkinchi turda amaliy mashg'ulot kabi uchun mashinani bir utandirib haydaydan ishga. Endi men o'y degan motorni minib cho'ngan tursam, men mushkamgacha bu mashinalarga tushib boqmasam, to'xta. Deb maşinga chiqdim, chiqdim, anchanda yana to'til dedi. Nima ol dedim-da, men bu
Nemin tatımal dedim. Tapamayma tatkıday birim. Yok. Bir yerik yap şunu miyad bayka. Tatal dedi. Nereden tatımazsan beşiğinden tatıl dedi. Man hep şu başladım ilip deme. İlsem bunu malum görüp kiçik vaqtında apan qıldım, bek şükürsem demez dedi. Voy ya, ona emas, men bilmegen ki malum men to'g'ri tushensiniz desem, meyadan tatmamsa on deydi. Anchandayma shundaq ta'sir yetdi oldiq so'lab turgandan keyin. Shunaqa anchandayni tatdim, mashina utandir dedi. Endi bu motot bo'lsa, men mototni tipli utandirma. Bu mashina bu tipiga yana izlab ketdim-chu. Nim deyishim bilamay buni qo'naq utandirma malum desem, chiroyimga qarab Oğamçıdan beni tepep, söylepli utandır dedi. Ben o gapni rastla maşindan tushib, joshon ichida oğamçı izlab ketdim. Shuni ol malum bilgan tilida, "Ey, sorangmisa bayna kel" dedi. Kelsam buni oğamçı utandırmaysan, men oshkushdan bilan tug'ilsang utun deb. Shundaq tasda oshkushni tug'lab utandırib oldim. Utandırib mashin qarab baqa mevami deb. Endi men motor mingan keyin odatda bu moyga biz yushangni ichib qaraymiz-da uningga. Ham ko'zimiz ko'rmasa ona qoyoqni birini tiqib emas uningga. Shuning ol pas tushdim. Uzundan uzun çuyuqdan ben hep geldim. Çuyuqni tıksam bilmedi deb, şunlar işini açtım, çuyuqni tıktım. Qarab çuyuq qalsa bilmedim ben. Bu may badıma, bu yo'qdim deb. To'xta, sarangımsan ben deb yanchiqda bir chaqmoq bor deydi. Chaqmoqni chiqarib, endi bir yiqib ko'ray desam, shuning ol jo'liyam pas tushib, "Ey, ma chaqmoqni men yoqsang, ma turmin chaqış yotsal" dedim. Shundaq tirmishib to't ketdim berib kinishkamni oldim. Ama bu kinişkemni avapma şunda hoş hükettim de ama bu çoğun bir diplom ağanda doktor kiniş ağanda hükettim. Öyle badem ama maşindim ben eppedim 6000 yok Santanadım ben eppedim. Ama o Santana'nın ma işini yapsam ma işik içilik tutam. Ma orkan yapsam ma kupinşan içilik tutam. Hem de ben özüm yugan bağanken matrap otasam maşin yoldu manak mağan diken. Şunun atam bunu bakın matrap simot'ta iki kal sepede. Yok vaklar tıngup mağadan koçu. Şunun bu maşindeki birdim bir aş bumaydığa yere Ats ettigini muhim iştirimiz buna. Bizni üstünmelde bir döng var deydi. Akşam keş kalsam şu döngül to'xtib qo'ydan bo'ldim. Qishni ikkin tirab qo'yma, tushlik dema. Ats mashina chiqib qishni ishtira olaverma, shunga paskul tushdim. Meni o'ydikilar ishga ats ettigin dog'dug'liq ishtirib yo'lga soldi. Akşamı xizmatdoshlarim ishtirib dog'dug'liq o'yga yo'lga soldi. Mushaqli bu ketibchi bu holatda. Hamda hozir ancha minchi bo'lsam 3 qatam ursam, 4-chi qatamda o'tindigan mashindan beni oldim, haydavatma. Tünögün küllikte müşahede kâvetip tursam bana bir tulfun kaldı. Ama odatda har xil avar qilish bir tulfunlar oldu-chu. Tulfun alsam, "Vay" desem adam. Siz bizlik 5 yurtuzluq obatgansiz deb. Osmonda bir tal yurtuz yo'q, nerdik 5 yurtuzga o desem, sizga shu 10 ko'ga 20 yil yo'llanmoqchi deb. Nima? Ha, men bilib oldim sizlarni. Gaqiling, ha, ukam gaqiling desem, sizga 10 ko'ga 20 yil, 20 ko'ga 30 yil, 40 ko'ga 50 yil yo'llanamiz deb. Ukam Manga irtang pertang, chirtang pertang samay. 10 ko'yga bos dapanjay, 20 ko'yga bos ko'jay. Bek bo'lmasa lozi deganday bir narsani bersangiz olay, bo'lmasa olmayman dedi.